Prezident Davlat xavfsizligi xizmati O'zbekistonning ko'rinmas qalqoni, prezidentni va vatanni himoya qiluvchi maxfiy kuch manbai hisoblanadi. Prezident xavfsizligi bu mamlakat xavfsizligi demakdir. Qisqacha, PDXX maxsus davlat organi bo'lib, davlat suvereniteti, konstitutsiyaviy tuzum, hududiy yaxlitlik va eng asosiysi davlat rahbarining xavfsizligini ta'minlashga mas'ul hisoblanadi. U 2018-yilda sobiq Milliy xavfsizlik xizmati almashtirilishi doirasida tashkil topgan va 2021-yil 6-iyulda qabul qilingan PDXX to'g'risidagi qonun bilan mustahkamlab qo'yilgan. Prezident Davlat xavfsizligi xizmatining asosiy vazifalari razvedka, kontrrazvedka, ichki xavfsizlik, davlat organlari va muhim organlar himoyasi, prezident va boshqa yuqori mansabdor shaxslarni qo'riqlash, shuningdek terrorizm, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilik va davlat sirlarini muhofaza qilish kabilar kiradi. Qonun doirasida prezident Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari jismoniy kuch maxsus vositalari hamda kerak bo'lganida o'qotar qurol ishlatish huquqiga ham ega. Prezident Davlat xavfsizligi xizmati bevosita prezidentga bo'ysunadigan markazlashtirilgan tuzilma hisoblanadi. Prezident Davlat xavfsizligi xizmati mamlakat xavfsizligini ta'minlovchi eng oliy organlardan biri bo'lgani uchun uning harakati, strukturasi va funksiyalari jamoat siyosat va davlat boshqaruvida katta rol o'ynaydi.